Assalomu alaykum YouTube obunachilarimiz. Bugun qilib bergan ishimiz kuxonniy mebel bo'ladi. Bizlardan ko'p klientlar so'raydi, budjetli narxda, yaxshi ko'rinish, chiroyli bo'lgan oshxona mebellaringiz bormi, bo'lsa necha ko'rinishda bo'ladi deb so'ragan klientlar uchun bugungi so'rovkamiz budjetli narxda bo'lib chiqdi. Bu oshxona mebelimizning korpus qismi fasad qismi rossiyskiy laminatdan ishlangan. Stollar esa toshkentskiy suvga, pichoqqa chidamli stol bo'ladi. Eshiklari har doimgidek vakuumli qullabdan qo'yib ishlangan, chetlari puxa plastik. Ko'rishingiz mumkin. Moykalar esa obishniy 4 moyka bo'ladi. Buning suvlarini mulab berdik, chiroyli etib, gelisichar ham bor, setkasi bor. Keyin kafe yolonlarni esa hozirgi moda shunday deko panellardan uni ham o'zimiz chiroyli etib yopishtirib tayyorlab berganmiz. Balandlik qismi 60 cm oladi. Mebelimiz shu ko'rinishda bo'lib chiqqan. 1 metrini 1.300.000 so'mdan ishlab bergan kuxoniyimiz shu ko'rinishda bo'lib chiqdi. Kimga shunday zamonaviy mebellar va budjetli narxdagi mebellar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat etsangiz, ishlaringizni chiroyli bitirib beramiz.